Mevzumu. Valdeyim. Sıraj dəm alışa getsə bo'lmaydi. Mana shu ma'no qilishga bo'ladi. Sırajni yuborinmaydi bundan kechira. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli kanalimiz mehmonlari. Barchangizga boshlagan kuningiz xayrli, barakatli bo'lsin. Sog' omon bo'linglar. Chet ellarda yurgan yurtdoshlarimizni, musofirda yurgan do'stlarimiz ham hammasine sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Bugun sizlar bilan 30, menimcha adashmasam 31 yanvar ekan, 31 yanvar 2026 yil Cobalt'larimizni obzorlarini qilib beramiz. Akşam Gentralar bilan trekkerlarni qildik. Do'stlar, Cobalt'larimiz ham oz. Endi buni aytib o'tishni hojati yo'q, hamma biladi. Cobalt bilan Damas hozirgi vaqtda hamda Onyx mashinalari endi men o'zimni ishxonamdan kelib chiqib aytib turibman, yaxshi sotilib turibdi, tez sotilib turibdi. Balkim bahosini bog'liqdir hammasi. Demak, 2025 yil Cobalt'imiz metan gazi bor, 10.000 kilometr yurgan, kechirasiz 15.000 kilometr yurgan, bahosi 155 million so'm, 155 million so'm. 2025 yil metan ham bor, chexollar ham qilingan ekan, 155 million so'm. Yana bir sizlardan iltimos, aziz yurtdoshlar, fikrlaringizni bildirib, kommentariyada izohda fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Bir-biriga hurmat saqlagan holda yaxshi gap yozsa bo'ladi, masalan, yaxshi gap bilan ham tushuntirsa bo'ladi. Albatta bu narsalarga e'tibor qilamiz. Cobalt mexanik 2020 yil metan gazi bor, 136.000 kilometr yurgan ekan. Bahosi naqd pul bo'lsa 124 million qilib beramiz. 124 million. Do'stlar, Cobalt'larni bilasizlar, baholari agarda bir kraska bo'lmasa, telefonga ham olmaysan-da, Islom. Ko'p uxlaysan qarab. Kraska bo'lmasa, bir серьезный повреждение, bir udar bo'lmasa, Cobalt'larning bahosi past bo'lmaydi hech qachon ham. Cobalt'larning bahosi hamma joydan baribir bir xil yuradi. Bizlar ham internetlarni ko'rib, boshqalar bilan solishtirib ko'ramiz. Cobalt mexanik 2020 yil metan gazi bor, 36.000 kilometr yurgan ekan. Buni bitadigan bahosi 129 million qilib beramiz. 129 million. 20 yil metan ham bor, 36.000 yurgan hali, bor yo'q 36.000 yurgan. Keyingi Cobalt'imiz 2024 yilda ishlab chiqarilgan metan gazi bor, 13.000 kilometr yurgan. 150 million so'm bahosi. 19 million bilan avtokreditga chiqar ekan, oylik to'lovi 4 million so'mdan. Aziz yurtdoshlar, hozir avtokredit bo'yicha ham qisqacha ma'lumot berib o'taman yana bir marta. Demak, 5 yil muddatga beriladi avtokreditimiz. Kapital bankdan 23% dan beriladi. Demak, Hamkor bank, Milliy bank, boshqa banklardan 26-27% dan kredit ajratiladi. Avtokredit olish mobaynida faqat pasport hisobiga beriladi. Bir joyda ishlashi yoki bo'lmasa kafil talab qilinmaydi, hech narsalar talab qilinmaydi, faqat pasport hisobiga beriladi. Lekin kredit tarixi toza bo'lishi shart. Bu degani, ya'ni nomida kredit bo'lsa, yana ustiga kredit olib bilmaydi. Faqat shu kreditni to'lab bo'lincha, boshqa joydan kredit olib bilmaydi. 5 yil muddatga beriladi. Demak, 2 yilda yapsa 2 yillik foizini to'laydi, 1 yilda yapsa 1 yillik foizini to'laydi. Avtokredit olishdan oldin do'stlar yaxshilab o'ylanib ko'rib, oylik to'lovini e'tibor qilish kerak, avtokreditni. Oylik to'lovini, oldingi to'lovini emas. Buni har safar eslatib o'tishga biz ham majburmiz. Sabab shuni arkasidan noyimiz, shuni arkasidan qo'zg'alib boqamiz. Bu narsani biz xalqimizga yetirib berishga bizning majburiyatimiz bu. Masalan, rus tili o'qituvchisi rus tilini bolalarga o'rgatishga majburmi? Men demak, mashin bo'yicha tushuncha berishga majburman. Sababi shundan oylik olaman, shundan xo'jaligimga 1-2 so'm kirizaman. Cobalt avtomat 2022 yil benzinda 37.000 kilometr yurgan. Bunun bahosi zo'r ekan. Kraskasi yo'qmi ekan buni? 130 million so'm. Demak, 13 million bilan avtokreditga chiqar ekan, oylik to'lovi 3 million 700 ming so'mdan. 22 yil 130 million so'm, yomon emas. Avtomat Cobalt 25 yilda ishlab chiqarilgan, benzinda bahosi 155 million so'm. 26 million bilan avtokreditga chiqar ekan, oylik to'lovi 4 million so'mdan. Bular ham yaxshilab. Aziz yurtdoshlar, Cobalt'larimiz ham kamaydi. Bir 30 dana bormi ekan, 30 dan bor ekan, 35-40 dana chiqadi o'xshaydi. Shundan baribir Cobalt kerak bizga.
Kobaltımız yana 2025 yıl benzinde hele shot spravka ekan. Ya kechirasiz shot spravka. Nomeri yo'q ekan. Lekin nomeri bor deb yozilgan, birinchi nomeri menimcha ichida yotibdi. 162 milyon so'm. 27 milyon bilan avtokredit chiqadi ekan, oylik to'lov 4 milyon so'mdan. Cobalt avtomat 24-yil, metan gazi bor, 40 ming kilometr yurgan, bahasi 138 milyon so'm. Do'stlar, şu an mashinamiz 10 milyon bilan avtokredit chiqadi ekan, oylik to'lovi 4 milyon so'mdan. Demak, kraskasi degan joyida kapotda Pitno bor deb yozilibdi. Ko'rsatib olasizlar usta, kapotda Pitno bor deb yozilgan. Pitno degani do'stlar, Pitno degani masalan, endi buni ham bilmaganlar uchun, bilmaganlar uchun aytamiz. Pitno degani shunday kusok bo'ladi, kichkina. Bir kichkina joyi Pitno deb aytiladi. Ko'plari Pitno deb ustaga berib ovora qilishlari mumkin. Pitno bak mashinamda dedi, lekin borsa seli kapot chiqadi. Yoki bo'lmasa bir ham bo'y chiqadi, yoki bo'lmasa krisha chiqadi. Buni Pitno deb aytmaydilar-da. Bu Pitno emas, u foizga kiradi. 20% kraskasi bor, 30% kraskasi bor, 40% kraskasi bor deb oluvchini to'g'ri tushuntirib berish kerak. Keyin borib, masalan, ko'p odam 50 kilodan Beruniy 4 yo'ldan keladi, Hazarasipdan keladilar 70-80 kilometrdan. O'zini elatini, o'zini mahallasindagi ustaga olib borib mashinani tekshirtirasi keladi. Bu yerdan minib ketish uchun hozir menimcha Hazarasip adashmasam 20-75 kilometr. Borib 75 kilometr tekshirtirib, yana uni qaytarib kelib odamlarni ovora qilmasdan, shuning uchun kraskasini doğrusunu bor joyida aytish kerak. Mana yerda kraska bor deb. Yoki bo'lmasa, shunchalik rasxodni, borib kelgan rasxodini sotuvchini o'zi qoplash kerak. Uni oluvchiga tashlamas kerak. Oluvchiga tashlab, uni ham kishisiga zarar berilmasi kerak. Kraskasini tekshirish jarayonini aytibmi. Bizada Qo'shko'pir avtomarketda bir kun, bir sutka davomida berib beraman mashinani, bir sutka davomida bemalol tekshirtirib, motor ходовой kraskasini ko'rsatishlaringiz mumkin. 2026 yıl Cobalt'ımız benzinde, eli shot spravka ekan. 160 milyon so'm buni bahosi. 162 milyon kechirasiz. Birinchi nomeram bor ekan, 162 milyon so'm. Zo'r baho. 2026 yil 162 milyon so'm. Nomeri bilan. Endi ko'pchilik kecha oqshom yozibdilar, bozorda 150 milyon so'mdan turibdi nomeri bilan 25-yillar, 26-yillar. Do'stlar, bozorda bir narsani tushuntirib o'taman. Katta Urganch avtomobil bozorida 500 dona Cobalt turgan bo'lsa, shundan ya ikkisi ya uchisi shu bahada bo'ladi. Shuni to'g'ri tushuninglar. 2 dona mashinani bahosini ko'rib, demak, bütün Urganch mashin bozorini, Cobaltlarning bahosi 2026-yilda 150 milyon ekan, 155 milyon ekan degan fikrni noto'g'ri fikrda u. Bu inson hech kimni boshına tushmasa zarurchilikdan chiqaradilar unday odamlar. Masalan, zarur bo'ldimi 10 milyon, 15 milyon yuzuna kim qarab o'tiradi? Sotib beradi. Odamlar ko'radidan bir mashinani ko'rib turib 150 milyon ekan, ey Urganch bozorda 150 milyondan turibdi. Bu yerda 500 mashin turibdi do'stlar. 500 mashinning ichida 2 dona mashinning bahosi 150 milyon so'm. Qolgani 160, 165, 167, ana shunday MCM'lar hammasi. 2026 yilda. Shu narsalarga do'stlar yaxshilab e'tibor qilish kerak. 2 dona, 1 dona mashinning bahosini ko'rib turib, butun Xorazm viloyatini Cobaltlarni baho chiqarib tashlamas kerak-da. Bu narsani menimcha yaxshilab o'ylanib gapirgan yaxshi. Cobalt mexanik 19-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazi bor. 130 ming kilometr yurgan ekan. 105 milyon so'm bahosi. Kechirasizlar, 110 yozilgan ekan. 105 qilib beramiz, ha? Berilgan 105'e 105 milyon ekan. Kraskani ham bor. Bir krelda Pitno deb yozilgan, chap krelda ekan. Avtomat Cobalt'ımız 23-yil, propani bor ekan, shumka qilingan, 95 ming kilometr yurgan, 23-yil. 133 milyon so'm. Oh, bu mashinamiz 7 milyon so'm bilan avtokredit chiqadi ekan. Shurikmi reklama qo'ydingizmi? Qo'yilmadi o'xshaydi. Toza gapmi yani. 7 milyon bilan avtokredit chiqadi ekan do'stlar. Oylik to'lovi 4 milyon so'mdan ekan. Kraskasi yo'q deb yozilgan. Shumkan bor ekan. O içleri rullar, multimedya aşağının açık görsət. Multimedya, cruise control, monitor, shumka. Kraska yo'q deb yozilgan, endi olib borib ko'rsatasizlar baribir. Lekin bu ham bexuda yozilmaydi yo'q deb. Demak yo'q kraskasi. 23-yil avtomat Cobalt'ımız do'stlar, propan bor, shumka qilingan, 90 ming kilometr yurgan. 133 milyon so'm bitari deb yozib qo'yibdilar. Menimcha shu bitari yozilgan o'xshaydi o'zi.
Cobalt avtomat 2025-yil necha minut bo'ldi Shurik? Benzinda 200 km yurib turibdi hali. 160 million so'm bahasi 25-yil. 158 yatib beramiz buni. Cobalt mexanik 18-yil metan gazi bor 124 ming kilometr yurgan. Bahası 100 milyon so'm. 18-yil 100 milyon so'm mexanik Cobalt. Midnight MCM. Ha? MCM Midnight 26-yil. 165 milyon so'm. Demek 167 milyon so'm ekan bu. Nomersiz. Endi egadan kelib turibdi do'stlar. Doğru tushunasizlar. 165 milyon so'm o'zi salondan buni bahası. Egasi akkab satışa endi majburlikdan satyapti o'xshaydi. 2 milyon so'm qo'yib qo'yibdi yana. 167 milyon so'm deb yozilgan bahası. Cobalt avtomat 25-yil benzinda 113 ming kilometr yurgan, bahası 158 milyon so'm. 158 milyon so'm. Bitari deb yozilgan ekan. 24 milyon bilan avtokreditda chiqadi ekan. 25 milyon bilan oylik to'lovi 4 milyon 200 dan. Yana bir Cobalt'imiz 24-yil propanda 20 ming kilometr yurgan, bor yo'g'i 150 milyon so'm bahası. 20 milyon bilan avtokreditda chiqadi, oylik to'lovi 4 milyon so'mdan. Buni ham ishlari chiroyli ekan. Yana chexollar qo'yilgan. Bu yerda yashil kombinatsiyalar qilingan ekan. Dit bilan qilingan. Nexia 3'lerimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Orasida Nexia 3'imiz 20-yil avtomat, metan gazi bor, 86 ming yurgan, 110 milyon so'm bahası. 20-yil. Kraskasi toza yozilgan. Yana bir Cobalt'imiz 24-yil metan gazi bor. 9 ming kilometr yurgan, bor yo'g'i 150 milyon so'm bahası. 20 milyon bilan avtokreditda chiqadi ekan, oylik to'lovi 4 milyon so'mdan. Cobalt avtomat 25-yil metan gazi bor, 5 ming kilometr yurgan ekan. Tak. Beş ming kilometr yurgan, metani bor, 25-yil 168 milyon so'm. Qimmat emasmi bu? Midnight ekan bu. Midnight ekan, 168 milyon so'm. Naqdga 170 milyon so'm kreditda yozilgan. Yaxshi, shu 168 ga beramiz. Nexia 3 mexanik 18-yil metan gazi bor. Nexia 3'lerimizni ham tanishtirib o'tamiz, o'zi unchalik ko'p emas. 86 milyon so'm bahası. Buni ham kelishtirib beramiz. 18-yil. 80 milyona bersak bo'ladi buni. Bahasini ters qo'yadilar shundaki. Klientlar ham bu yerdan aylanib yurishi kerak. Nexia 3 mexanik 19-yil benzinda 54 ming kilometr yurgan, 85 milyon so'm bahası. Do'stlar, bir narsaga e'tibor qilinglar. Ertang xudo xolasa bozor kuni hammangiz kutib qolamiz. Keyin vaqtida shu yerda sotuvchilar, agar sotuvchilar bo'ladigan bo'lsa, bejikda yurgan xodimlarga murojaat qilinglar. Bo'ynida bejik bo'lishi kerak. Boshqa xodimlarga murojaat qilmanglar. Agarda Qo'shko'pir avtomarketda men endi ertang uspet qilolmay qolishim mumkin, hammaga qarab bilmay qolishim mumkin. Masalan, mashina bahasi 100 milyon so'mmi aytildi, kelishildi, to'g'rimi? 100 milyon so'm. Kredit alamanman desangizlar, 102 milyon atib beraman desangiz desa, sразу bana telefon qilasizlar, yo bo'lmasa men bilan uchrashasizlar. Sun'iy baho oshirishga kiradi. 100 milyon naqd bilan shu pulga beriladi. Kredit ham shu pulga beriladi. Qo'shko'pir avtomarketda hozir buni yozib turganini hozir o'zgartiraman, aytib o'tdim, shuni ko'rib yodimga tushib ketdi hozir. 100 milyona kredit berildimi? Naqd bilan shu 100 milyona beriladi, kredit ham shu 100 milyona beriladi. Kreditga ustiga pul qo'yib berish degan gap yo'q. Bunday gap bo'ladigan bo'lmasa, bemalol direktda lichkamizga yozishlaringiz mumkin. Nexia 3 mexanik 2022-yil benzinda 25 ming kilometr yurgan, bahası 120 milyon so'm. 22 milyon bilan avtokreditga chiqadi ekan, oylik to'lov 3 milyon so'mdan. Nexia 3 mexanik 20-yil metan shumka qilingan 44 ming kilometr yurgan, 110 milyon so'm. Kraskasi yo'q deb yozilgan lekin.
Maksat bir çırayla koyalım maşınlarını. Nexia 3 mekanik 17 yıl. 75 milyon son. 8 milyon bilan avtokreditə çıxardı yəni dostlar şu maşınımız. Aylık to'lov 3 milyon 900 ming so'mdan chiqadi. Yani aylık to'lov ko'proq o'ylanib ko'rish kerak. Nexia 3 avtomat 17 yil, metan gazı bor. 90 milyon so'm. Yana bir Nexia 3'imiz 19 yil, metan gazı bor, 176 ming kilometr yurgan ekan, 80 milyon so'm. 19 yil Nexia 3'larni baholari sal balandroq. Hozir bularni ham bir qator ko'rib chiqamiz do'stlar. Ertaga sizlar kelincha baholar o'zgaradi bu yerda, qog'ozlar hammasi. Avtomat Nexia 3'imiz 17 yil, bu bejiviy salon bo'ladi. 88 milyon so'm bahosi. Yana bir Nexia 3'imiz 19 yil ekan, benzinda 66 ming kilometr yurgan. 108 milyon so'm bahosi. 66 ming kilometr yurgan, rodnoy ekan, krassiyasi. Hurmatli obunachilarimiz, hozircha Cobalt Nexia 3'larimiz shu andan iborat. Agarda kimda kim bo'ladigan bo'lsa, Cobalt Nexia 3 nafaqat bu mashinalardan, har xil avtomobillardan bemalol olib kelsangizlar, Qo'shko'pir avtomarketda o'zlaringiz ham shu yerda o'tirib sotsangiz bo'ladi, tashlab ketsangizlar ham bo'ladi, registratsiya qildirib bemalol. Do'stlar, yana bir marta eslatib o'taman. Avtomobil sotib berayotgan vaqtimda ofisga kirib registratsiya qildiringlar. Ko'chadagi odamlarga tashlab ketmanglar. Ko'chadagi do'rigan odamga mashina tashlab ketsangizlar, baholarni oshish ehtimollari bor, xavfi bo'ladi. Demak, shuni oldini olish maqsadida bejikda yurgan xodimlarga murojaat qilasizlar. Bejikda yurgan xodimlar sizlarni ofisga kirgizib, yozdirib, registratsiya qildirib, shu yerda video kamerada syomka qilib, kamerani o'zi avtomatik syomka qiladi, suhbatlaringizni, summasini, bahosini hammasini kelib shu yerda tashlab ketasizlar. Ertaga hammangizni Qo'shko'pir avtomarketda kutib qolamiz. Zo'r nastroyeniya bilan, yaxshi kayfiyat bilan, xudo xolasa ertaga chiroyli avtomobillarni yaxshi narxlarda xalqimizga taqdim qilamiz degan umiddamiz. Hamma ishlarni omad, sog' salomat bo'linglar. Musofirdagi do'stlarimizga ham sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Hammaga rahmat.